Dastlab ketdik. Liniya emas, megayamiz. Navani. Birinchisi, qopchasi achkidan boshlaymiz. Mana bunaqa narsasi artadigan. Qo'y, achki. Xitoyda ularni juda ko'p turi bor. Sifat ajoyib. Yo'q kelib uning moda shunchalik qilib tashlangan. Mana bu ketki, bo'ldi. Kombinzon emas, laqati. Mana bunaqa. Juda shirin. Kombinzonni ko'p sevib qolasiz. Biz kichkina paytda galoshka moda bo'lgan-ku. Galoshka hozir ham modadan qolmaydi, doimiy trendda. Dugoka. Xabar dugoka. Mana shunaqa. Yangi kiyimni hidi. Boshqa taqalardan. Ko'pchilik yoqqa kerak emas. Adashmasam. Kapta. Muzik qo'y tapochka. Mana bunaqa. Sifati zo'r. Mana ko'rsangiz bo'ladi, yaqindan ko'rsataman, ko'rsataman. Adashmasam 100% qo'sha bo'lishi kerak, chunki narxi ham arzon emas. 46-razmerni degan. Faqat o'zimizdan narxini ko'rsatmaydi. O'zimizda ham bir yaxshi narsa bo'lmasdi. Mana bu, chiroyli dugoka. Buni materiali juda zo'r ekan. Odam o'ldirgandan sotishga ham qisilgan. Yuzayt hech nima qilmaydi. Materiali cho'zilib yomon bo'lib ketmaydi. Bemalol ikkita sezonda kiyaga olasiz. Mana bu ham xuddi shunaqa. Cho'zilgan material. Biz yozgan materiali cho'zilib yomon bo'lib qoladi. Bitta kiygandan keyin bunga bo'lsa hech nima bo'lmaydi. Bu mana bunaqa holatda. Mana yaqindan ko'rsataman. Mana shunaqa cho'ziladi. Albatta, kiyaga olasiz. Bu yon yo'qida qochgan yo'qida o'lim. Cho'g'imni yo'qotganim bo'lmadi. Yana qaytadan o'tdik. Bu ona buni o'tib qoladi. Mana. Bu bittasi, mana bunda ikkinchi poyi. Bu materialni qo'ydim. Yaqindan ko'rsataman mana bunday bo'ladi. Materialni sifati ham ajoyib oldi. Sifatini ko'rsangiz bo'ladi. 100% koja ajoyib. Kiyganda juda ham chiroyli turadi o'zi. Materiali nima deydi, razmeri o'rtasida o'xshagani uchun ko'rinishdan shunaqa, lekin kiyganda zo'r. Oldin shunga o'xshash model oldirib berganman. 2 sezon kiyganman deb aytgan egasi. Mana bunaqa. Bu ham qo'lga sigir terisi deb nimadir deb qo'ygandi. Sifati bunisi ham zo'r. Keyin mana bunaqa. Kichkina narsa bor. Bu qarmoqlar uchun. Qarmoqlarni yig'ib qo'yish uchun nimadir narsa. Mana shunaqa. Mana ko'rinishini. Ko'rsangiz bo'ladi, bu yelimga o'xshagan narsa cho'ziladi. Bu yog'i bilan mana bu yog'i yopishadigan. Bunday qilasiz, yopishadi. Qarmoqlar har xil turadi. Iplari bir-biriga cho'zilib yomon bo'lib ketmaydi. Mana bunday esa oxirgisi adashmasam bu SPF. Hozir stiker SPFlar moda bo'ldi-ku. Bu ham xuddi shunaqasi, Rambem firma. Siniki yosh bolalar uchun ham, kattalar uchun ham juda mashhur ishlatsa bo'ladi. Mana shunaqa bo'ladi. Mana bunday. Surtasiz. Uni o'zimga olganman, shuning uchun ishlatyapman. Atak klientning narsasi bo'lsa, upakovkasidan ochmasdim. Yumshoq surtiladi, yog'li. Agarda siz ham narsa zakaz qilmoqchi bo'lsangiz yoki kursga yozilmoqchi bo'lsangiz, tepada telefon raqam qoldiraman. O'sha bo'yicha Telegramdan bog'lanasiz. Iltimos telefon qilmang. Chunki telefonda so'raganingiz bilan ham qaysi tovar so'rayotganingizni bilmayman. Почти 2000 ga yaqin narsa qo'yganman. Har kim har narsa so'raydi. Aniqroq javob olish uchun Telegramdan yozasiz. Kursga yoziladiganlar, zakaz qiladiganlar. Yo'qsa bir like bosib obuna bo'lishni unutmang.